Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Hikmatullo uz kanalining doimiy kuzatuvchilari. 30-iyun 2026-yil Andijon viloyati Baliqchi tumani O'rtaqo'rg'ondan dehqon akalarning xonadonidan video tayyorlayapmiz. Sotiladigan bir dona avstriyskiy toza qonli simental xunajini bor akalar. Sigir qilib olaman deb xunajin qidirganlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bir donadan like tugmasini bosib Telegram gruppalarga, chorva ishqibozlariga videolarimizni podelitsa qo'yish esdan chiqmasin. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Kimga ma'qul kelib qolsa, telefon qilib savdo qilib olasizlar. Obuna bo'lmay ko'ryapti turganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim videolarimiz sizlarga birinchilar qatorida SMS tarzida yetib boradi. Ichkarida sheriklaridan ajratib, tashqariga olib chiqib, qo'ldan kelgancha ko'rsatib qo'yapmiz akalar. Rangi ro'ylari haqiqiy manaqa oq kiprik, oq tumshuqlardan olib sigir qilaman deganlarga hamma tomonlama kelganidan. O'zi bir donagina 10 oylik atrofida dedikmi? 10 oylik atrofida bo'pti. Hali bu qo'yga qo'yilmagan, boshqa qilinmagan. Endi yozda issiqlari o'tkazdirib qo'ysa bo'laveradigan holatga kelib qolgan. Lekin tanaqa akalar o'zlari ishqiboz bo'lib, ishqibozchilikka yaxshisini topib olib uyda xo'jalikda boqib turgan buzoqlari. Baylov turibdi, baylovda boqilyapti-kan. Zagonga qo'yib yuborsanglar agar o'ta ham haligi o'sib cho'ziladigan joyiga kelganini. Shoxlari yo'q, to'qol. Yeb ichish yaxshi. Oyoq qo'li hamma yo'g'i butun, a? Hamma yo'g'i joyida. Buzoqlikda olgansiz? Ha, buzoqlikda o'zlari olib shu kungacha boqishgan akalar. Endi sotuvga qo'yilyapti. Yaxshisini qidirib yurgan odamga mana hamma yo'g'i pechat narsa. Yaxshisini qidirib yurgan odamga tavsiya qilaveramiz. Bemalol kelib o'zingizlar ko'rib olaverasizlar. Endi sheriklarda ajratib chiqqanimizga sal hurkib turibdi. Imkon qadar ko'rsatib qo'yapmiz. Ustida kelib kamini o'zingizlar bemalol ko'rib olaverasizlar. Xudo xolasa yaxshisidan qidirib yurgan odamga ma'qul kelaveradi. Xunajin bilan xunajinda ham farqi bor akalar, o'zingizlar ko'rib bilib turibsizlar. Agar sigir qilib olsa ham oyoqdan bir 10 yil sigir qiladigan narsa. O'zlari aytib o'tganimizda ishqiboz bo'lib o'qib turgan narsalarni. Taylarda sufkalari yirik hozirdan behijolat kelib bemalol o'zingizlar ham ko'rib olaverasizlar. 40 million narx so'rashyapti. Kelishtirib berasiz? Kelishtirib beriladi. Kelishtirib beriladi akalar. Ishqibozni telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Mana shu yerda ko'rib olaveradi. Har qancha kim nimadan shubhalanib ko'raman desa, mana shu yerda joyida kelib ko'rib olaverasizlar akalar. Xudo xolasa nuqsoni yo'q narsa. O'zingizlar ustida ko'rsanglar ishqiboz bo'lib qolasizlar. Ustida ko'rgan odam tashab ketadigan emas. Endi majbur bo'lsa ham mashinchalik, bundan oshig'i ham bilmadim. Hamma yo'g'i joyida. Bunlarda dog'i yo'q, boshqasi yo'q. Dastlabki qilib beramiz? Yon atrofda mashina topib beriladi. Tanish sho'pirlardan topib berishadi. Kim qayerga bo'lsa olib ketib olaverasizlar. Nomerlar hozir aytib qo'yaylik. 50lik 001 1184. Telegram bor-a? Telegrami yo'q-a? Bo'ldi. Faqat telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Xudo xolasa realni olaman degan odam bo'lsa kelishtirib berasiz. Savdo qilishib olaveradi o'zlari. Savdolashib olaverasizlar bemalol.